Assalomu alaykum. 8 qirra xon taxtalarimiz hammada tayyor qoldi. Juda ajoyib. Naqshlari ham bir o'zgacha milliy uslubda. Halliganman. Yonidagi gullari ham juda go'zal chiqqan. Bitta ko'rib baho berishingiz mumkin. Naqshlar ham islaymi, ham 3D qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Qo'l mehnatida pardoz berilgan, 100%. Juda go'zal chiqdi. Yog'och ham yo'lini ko'rishingiz mumkin. Tabiiy yog'ochdan yasalgan. Yong'oq yog'ochdan, yong'oq daraxtidan. Yog'ochdan gulini terganmiz qarang. Haqiqiy tabiiyligi bilinib tursin deb butun katta yog'och qo'shgan chiqqan daraxtdan boshqa. Ajoyib, juda go'zal chiqqan. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Sog' bo'linglar.